Assalamu alaikum, Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar, Erik televiziyası xoş gəldinizlər. Bugünkü siyaset meydanı söhbət proqramımızda hazır Gollandiyanın Amsterdam şəhərində yaşayatqan Uyğur ziyalilərimizdən Tursuncan Əhməd əpəndim bilan ötküzgən söhbətimiz huzurunuzda buludu. Yaqtırıb kögəysizlər. Assalamu alaikum Tursuncan əpəndim, qanaq ahvalınız? Va alaykum assalom, rahmat sizga. Tursuncan əpəndim, siz aldı bilan televizor köykülərimizə özünüzni qısqacha bir tanıştırıb etgan bolsanız. Men 2003-yildan avval Aqsu viloyati birinchi o'tirida ximiya bo'lib ishlagan. 2003-yilda shu yerda ba'zi avariyalarga uchrab, siyosiy o'tir Osiyoga chiqib ketgan. Bu Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Rossiya mushtavada 2003-yildan ta o'tgan yilgachilik o'tir Osiyoda yashab keldim. U yerda tijorat va oshxona, restoran ishtiruvda ishildim. Bu jarayonda nurg'un ishlar bilan tunishib o'tdim. O'tgan yili Gollandiyaga kelgancha hozirgacha 1 yildan ozroq bo'ldi. Gollandiyada yashayapman. Shu 2003-yildan ta 2010-yilgacha 9-oyning 9-oygacha shu O'rta Osiyoda yashadim. 2010-yili 9-oyning 24-kuni Gollandiyaga kelgandan ta hozirgacha Gollandiya Uyg'ur birlik tashkilotida xizmat qilib kelyapman. Tursuncan əpəndim, siz O'rta Osiyo davlatlarida xili uzun yil yaşapsınız. Bugün televizor köykülərimizə şu O'rta Osiyo davlatlaridagi Uyg'urlarning nüfus joylash ahvoli haqida qisqacha bir bilgilarni so'zlab bergan bo'lsangiz. O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston qatorliq bu davlatlarda Uyg'urlar bir qadar keng, tarqab ham to'plashib degandek har xil shaklda o'tiraqlashib yashaydi. Bunda Xitoy tarafdagi O'rta Osiyo kindigi jurnalida ma'lum qilgan Sansprilda Uyg'urlarning soni 1,5 million bu aran chiqadigan shaklda ayda e'lon qilingan. Vatanda shunday kurtuq shundalarda. Men bu davlatga kelib shu davlatdagi masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston mushu davlatlardagi Uyg'urlarniki soni haqida men cho'ng shaharlari va har qaysi viloyat, noya, yezi, tog' rayonlarigacha shu yerda bordim, ishtirishlik jarayonida. Mush jarayondagi egaligi afalda bu yerda Uyg'urlarning soni favqulodda xilijik. Hozir O'rta Osiyodagi mushu 5 davlatda kamida 10 million Uyg'ur bor. Masalan, Qozog'istondagi Olmuta shahri, Olmuta oblasti, Qarag'anda va boshqa Uyg'ur rayoni mushu tavasidan 1,5 million atrofida Uyg'ur yashaydi. Qirg'izistondagi Bishkek shahri ko'proq Uyg'ur o'tiraqlashgan shaharning biri. Bishkek shahridagi Tukiltosh Uyg'ur mahallasi, Fakrovka Uyg'ur mahallasi, undan boshqa To'qmoq shahri, yana qadimki kitob tasvirlangan Balasoqin shahri, Qaraqal'a xonadonligi markazi bo'lgan. Mana hozir u yer To'qmoq shahri deb atildi Qirg'izistonda. Mana bu yerda Uyg'urlar nihoyat ko'p yashaydi. Va undan boshqa Janubiy Qirg'izistondagi O'sh oblasti, Jallobod oblasti mana bu yerda Uyg'urlar nihoyat ko'p o'tiraqlashgan, to'plashib o'tiraqlashgan. Masalan, O'sh oblastidagi Qarsu noyisi, bu yerdagi Qashqar qishloq yezisi, Kommunizm va Lenin qishloq degan yezilar bu yerda Uyg'urlar to'plashib o'tiraqlashgan. Undan boshqa Jalolobodning Bozor qo'rg'on va Jalolobod shahri ichida Uyg'urlarning nufusi bir qadar ko'p. Undan boshqa Uyg'urlarniki O'rta Osiyo davlatlaridagi o'tiraqlashishdan to'plashib o'tiraqlash va tarqoq o'tiraqlash har ikkilisi bor. Ko'proq to'plashib o'tiraqlashgan shaharlardan Olmuta shahri, masalan Olmuta shahri ichidagi Zaravostok, Sultonqo'rg'on, Drujba qatorliq mahallalarda to'plashib o'tiraqlashgan. Undan boshqa Olmuta oblastining atrofi Uyg'ur rayoni mush atroflarda va Qozog'istondagi barliq oblastlarning hammasida Uyg'urlar bor. Undan boshqa Qirg'izistondagi Bishkek shahrida to'plashib o'tiraqlashdan boshqa Janubiy Qirg'izistondagi, ya'ni O'sh oblasti bilan Jallobod oblasti bilan O'zbekistonning chegirma rayonidagi
Dostluq chegara eg'izi, Qarsu chegara eg'izi, Kaskanyar chegara eg'izi, Jalolobod chegara eg'izi qatorliq mushu chegara eg'izning Qirg'iziston qismi bilan O'zbekiston qismi tarafdagi chegara bo'ylarida to'plashib o'ltiraqlashgan Uyg'urlar millionlab yashaydi. O'zbekistonniki Anjan viloyati, Farg'ona viloyati, Namangan viloyati, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati. Bu yerga borsingizmi? Bu yerda minglagan Uyg'urlarni mahallada uchirtisiz. Demak, Uyg'urlar shu O'rta Osiyo davlatidagi asosan davlat markaziga joylashgandan boshqa, yana ashta geografiyalik alaylik jihatdan bizning Sharqiy Turkistonga qo'shniroq keladigan doiraga to'plashib o'ltiraqlashgan. Xitoydagi vaqtimizda xaritga qaragan bo'lsangiz, O'zbekiston Sharqiy Turkiston bilan chegirdosh emas xaritini ko'rsiz. Amaliyotda siz Erkashtam chegara eg'izini o'tib, Qirg'iziston chegarasiga kirganda, Janubiy Qirg'izistonda ta O'zbekistonning do'stlik chegara eg'izi vaqticha 250 kilometr doirada bu yerda o'zbeklar bor. Bularni suhbat o'tkazsangiz, o'zbek tilida so'zlaydigan Uyg'urlar. Pasportim Uyg'ur deb yozilgan. Asli demak, tarixda bu Qashqar va Otush bilan O'zbekiston bu yer tutash, masalan Rossiya besib olgandan keyin bu yerda tutash bo'lib, aholi tutishib ketgan. Chegarada o'ssingizmi Uyg'ur, bu tarafdan Uyg'ur. Lekin Sovet ittifoqi shu 26-yili Qirg'iziston va Tojikistonni O'zbekiston Jumhuriyatidan ayirib chiqib, ayrim jumhuriyat qilgandan keyin xaritida buni bo'lib tashlagan. Amaliyotda borsangiz bu yerdagi o'zbek aholisi Janubiy Qirg'iziston bilan O'zbekiston bu yerda tutishib ketgan. O'zbek aholisi bor. Ham bu yerda zo'r ko'pchiligi Uyg'ur aholisi. Bu aholining joylashgan o'ltiraqchi ahvoli shundoq. Undan boshqa Tojikistonda va Afg'onistonda bir 5000 dak Uyg'urlar bor, chegara bo'ylarida yashayotgan yerlik Uyg'urlar. Yana shu yerga qo'shni bo'lgan chegarani o'tgandagilar O'zbekistonning Anjan viloyatida 8 million atrofida nüfus bo'lib, buning ichida 5 million dak hozir Uyg'ur, pasporti Uyg'ur deb yozilgan Uyg'urlar paydo bo'lib qoldi. Paydo bo'lib qoldi deganimda 3 yilning oldida bu yerda biz pasportida o'zbek yozilgan odamlarni aytib ko'pgandik. Bo'lib 2010-yildagi Qirg'iz-O'zbek urushiniki maydon kelishi bilan nurg'ulg'an o'zbeklar Rossiya tarafga va Turkiyaga ko'chib ketdi. Qozog'iston tarafga ko'chib ketdi. Ondan bu Qirg'iziston ichida Xitoy tarafidan kirgan mol, mush Qirg'iziston orqali Qozog'iston, Rossiya va Yevropa tarafga taqaydi. Xitoyning 40% mili mush davlat orqali tarqaladigan cho'ng bozor bor. Masalan, Qarsu bozori, Bishkekdagi Tordoy bozor va Madina bozor. Shunda bo'lg'ashqa bu yerdagi mol og'uchi xaridorninki 85% O'zbekistondan keladi. O'zbekistondan kelgan bu o'zbek deb yozilgan pasportlarga kelgan o'zbeklar bu davlatning mol elish jarayonida nurg'ulg'an ziyonkashlikka uchraydi. Qirg'izlarda bu o'zbeklarga bir xil o'chmanlik bilan qarash. Bu Qirg'iz davlati O'zbekiston u yoqda O'zbekiston yashar degandek darajada yaklash va o'zbeklarni. Shundan bu O'zbekistondagi nurg'ulg'an Uyg'ur tijoratchilar pasportida Uyg'ur deb yozilg'achqa Qirg'izistondagi shu bozorlarga va chegaradan o'tganda xotirjam o'tish fursati bor. O'zbek deb yozilgan pasportdagi o'zbeklarda uning o'zbekligini bilgandigilar chegarada Qirg'iz soqchilar uni yaklaydi, pulini olib oladi. Hatto bular bozorga borgandan keyin nurg'ulg'an orliqda qatma-qat pul to'lab qoldigan, jarmon to'lab qoldigan o'zining o'zbek bo'lganligi uchun yaklangan bir suiqasdga uchraydi. Bular tirikchiligi shu tijorat yo'li va Qirg'izistonning mol oldigan ishni qilmagan mol yo'q. Bu shunda tijorat qiladigan masalan kunda har kuni 50 mingdan 70 minggacha o'zbek Qirg'iziston chegarasiga kirib, bular bir qismlari Qozog'istonga bordi, ko'p qismi Qirg'izistonda mol olib, endi O'zbekistonga qaytish kerak. Shunga bu yaqinqi shu o'tgan yilgi Qirg'iz-O'zbek urushidan keyin O'zbekistonda nurg'un va Uyg'ur men deb keladigan o'zbek so'zlaydigan, lekin pasportga qarasa Uyg'ur. Shunda odamlar soni favqulodda ko'payib ketdi. Bu ma'lum manfaat jihatimi shunda asosli manfaat jihati shunda qildi, o'zining bexatarligini o'ylab, shunda Qirg'izistonga kirib tirikchilik qilyotdi, mol olib chiqyotdi. Mana bu shunda bo'lganda 10 milliondek Uyg'ur O'rta Osiyoda yashayotdi. Ko'p rahmat Tursunjon afandim. Siz shu O'rta Osiyodagi Uyg'ur davosi haqida nimalarni ko'rib chiqdingiz bu yerda? Nimalarni his qildingiz? Bu yerdagi Uyg'ur davosi qandaqroq ekan? Bu O'rta Osiyo davlatlarida
Demo Uyg'ur tashkilotlari bor, Uyg'ur jamiyatlari bor. Bu yerda tasvida 96 yildan oldida toza jonlangan. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston. Bu uch davlatda Xitoyga qarshi nurg'ulg'an Uyg'ur tashkilotlari qurilgan va Uyg'ur davosini yapgan. Shu izi turishli davlatlardagi davlat parlamentiga, hukumat organlariga va shu yerdagi ziyolilarga Uyg'urning ahvolini ochiq oshkora tushuntiriladigan, hatto ko'chada namoyish qiladigan ahvol bor edi. 96 yildan keyin Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotini shu Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, O'zbekiston, Tojikiston shu davlatgacha kengaytib birlashgandan keyin bu yerdagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarni va Xitoyga qarshi maqsadga faoliyat yapan odamlarni tutib Xitoyga o'tkazilgan qarta bular kontrakt tuzilgandan keyin nurg'ulg'an Uyg'urlar Xitoyga tutib o'tkazilib muddatsiz kesildi, o'limga buyurildi, izdiroksiz yo'qoldi. Onun ustiga bu davlatlardagi Xitoy bilan adliya hamkorligi sababidan bu O'rta Osiyo davlatlaridagi soqchilarda ta hozirgacha Uyg'urlarni ochiq oshkora faoliyat qilish yoki namoyish qilish ko'chalarda bunday ahvollar mavjud emas. Hatto bular turli yig'ilish faoliyatlarini, xotirlash faoliyatlarini, masalan, Barni inqilobi xotira kunini xotirlash bo'lsin, G'ulji inqilobi bu qirg'inchilik kunini xotirlash faoliyati yoki 5 yil Urumchi voqeasi bo'lsin, shunday turli xotir kunini faoliyatlarini olib berishda ko'chalarda yoki sirtda ochiq oshkora unda ko'k bayroqni ko'tarib va Yevropadagi o'xshash yoki Turkiyadagi o'xshash ochiq oshkora namoyish qilinmaydi. Bular asosan zal ishida hatto yo'tkilib yurib, u falon zalda faoliyat qilamiz deb qo'yib, bunga Qirg'iz, Qozoq soqchilari to'sonlik paydo qilgandan keyin Yambriyaga yo'tkilib degandek, nat yushurin oldi. Zalda endi ko'k bayroqni echib, o'ziniki maqsadlarini xotirlash, shu kundagi faoliyat ahvolini o'tirib qo'ydi. Bu yerda jamoatlar yig'ilishidi, shu kunni eslashidi, shuarlar to'lindi zal ishida. Bir yaxshi ahvol bu O'rta Osiyo davlatlaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizning mayli yoshki cho'ng odamlar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, ayollar, ayollar, yoshlargacha shunda bir kishi Uyg'ur bir yerga ulashgandigilar vatanning gipi. Ey Xitoylarni qo'g'lab chiqarib bir mustaqil davlat bir ish qashgan bo'lsa, biz Uyg'urlarning davlatimiz qachon ozod bo'lar degandek muloyizlar, analizlarni yoshlar bak ko'p tahlil qildi. 62-yilda qochib chiqqan Uyg'ur akalarimiz ve çoğun dadlarımızmı bu baldırgıça ve cemaat sorduğunda bunda efallarını unutub qalmagan sözler birdi. Şu layat inqilabı küreşlerini, uruş efalını, naq meydandaki Xitoy Gomidan armiyasidan soqışgan şu vaqtdagi urush ahvoli, Uyg'urlarniki zo'r g'alabiyatga erishgan, urushdagi ustunlikka erishgan mush jarayonlarni hozirgacha yosh bolalarga so'zlab berish fursati bor. Shunga bu yerdagi Qozog'iston, Qirg'iziston bu davlat ikki davlatniki Uyg'urlarniki Uyg'ur davosining ahvoli xili jonliq. Hatto bular masalan Yevropa ittifoqidagi Uyg'ur tashkilotlari ve Amerika'daki olsun, Germaniyadaki Dünya Kurultayı'ndaki merkezi olsun, Mişade mesela her yılı Dünya Kurultayı'ndaki rehberliğinde birer yığın açılsa, Kırgızistan, Kazakistan, bu devletlerden Uygur teşkilatları vekil çıkarıp yığınga adam üvetidu. Bu yerdeki mandalı vekil çıkarıp bu işemez, cemaatini yığıp durup, konkret saylama yapardı. Şu yerde cemaat içinde 100 abriğiye vekillerini cemaat saylap köksüdü, çıkardı. Bular yığından qaytib kelgandan keyin Dünya Kurultayı'ndaki yığın royunu yetkizdigan yığın açıldı dese, öylerden xeyri yaş, çoğun yaşlar hammasi qizg'in, aktif holda shu yığın royunu o'nglaymiz deb tez surat to'planalaydi. Bular ko'pincha Uyg'ur erkaklar askar bo'lg'achqa bu davlatda. Bularda bir xil tashkilchilikni tushundi. Tartiblik, tashkilchilik jihatda biz vatandagi kelgan Uyg'urlar qaraganda ustunlikka ega. Bular tez to'planalaydi. Hem şunda yığının royundaki kıymetini düşüneleydi. Hem onun heves kıldı, kızıqıdı. Hem onunki yığında anlagandaki onda vay yeni azat olmayken onda köngülünü soğutan bunda gapni deydi adam nayet az sanda. Köp sandaki adam bu asan emas. Bunun bir jaryon gidiyordu. Xudo xolistaki ertogün bu qolamdı. Nayet ümit var buluşumuz gerek deb. Uyghur davasının ahvoli xili jonliq.
Şunun masalda yetersizlikler var. Mesela namoyish faoliyatlarini sirt qilmaslik, shu yerdagi yerli xalqlarga Uyg'ur davosini ochiq oshkora tushuntirmaslik ahvoli bor. Ommaviy so'rlab tushuntirmaslik ahvoli bor. Lekin Uyg'ur tashkilotlari va mahalla oqsoqollari va mashrablar orqali kelgan yangi me'morlarga va yosh o'smirlarga Uyg'ur davosi ahvolini va vatanimizning ahvoli, ko'k bayroq va dunyo qurultiyiniki rahbarligidagi 36 tashkilotning mavjud ekanligini dunyoda. Dünyadaki mushundaq nurg'unlagan Uyg'ur tashkilotlarining bir jipchiga dunyo orqali iborat bir rahbarlik tashkilotiga to'plashganligini buni biladi O'rta Osiyo Uyg'urlari. Buni nihoyat yaxshi ahvol deb ularni qizg'in qarshilayotgan holatda. Bu yerda Uyg'ur jamoatlarimiz nimishkin hamda Xitoy davlatida Xitoylar tarafidan yaklangan, O'rta Osiyoga kelgandan hamda bo'libmi Sovet ittifoqi mezgilida masalan hozir Uyg'ur davosi eng pasib bo'lgan O'zbekistonda Uyg'urning soni shuna jiq turibmi? Uyg'ur davosi eng pasib holatda. Masalan, u yerda O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi bor. Bu madaniyat markazi faqat adbiy san'atla numur qo'yishlarla cheklanib qolgan. Bu yerda vatan, millat davosini o'tirda so'zlash unda huquqi yo'q. Undan boshqa shu Qirg'iziston bo'libmi? Qozog'iston shu ikki davlatda Uyg'ur dava ahvoli xili jonliq elib berilyapti. Masalan, Qozog'istonning Qahramon G'o'janbardi. Unda boshqa yoshlar tashkiloti bor, partiyasi bor. Qirg'izistondagi ittifoq jamiyati va Qirg'iziston kishilik huquq, Uyg'ur kishilik huquq tashkiloti qatorliq bu o'rinlarniki dunyo urqultiniki yo'l yo'riqlarini O'rta Osiyoda ijro qilish yerda xil aktiv ishlayotdi. Unimi omma ishidimi xili ta'sir bor. Hatta o akalarimiz o'zi qilgan ishni men menda ish qilyapman deb bunda davron bo'lsamaydi. Masalan bo'libmi, o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, o'shadagi hatta O'zbekiston shu rayonlardagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda oyda bir qatim chuqur shu Uyg'ur tashkilotiniki yig'ini o'tkazildi. Mahalla ishidagi omma vakillaridan aktivlar vakillar bor. Bular qatnashtirildi. Dünya ruhtuniki turli o'rlashtirildi, ommaga yetkazildi. Ommaning talab fikrlari vaqt yetkazildi. Demak, bu O'rta Osiyodagi Uyg'ur tashkilotlarining dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarligiga yaqinlishi va uniki talablarini ro'yini ijro qilish yerda faoliyati nihoyat jonliq, nihoyat aktiv. Ham buning masalda shu O'rta Osiyo davlatlaridagi Uyg'ur jamoatchiligining dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llab berishi va uningki yig'in nima yig'ini ochildi, qanday o'rlashtirish va buning bak qiziqdi ular. Çünkü ben oyladım bunun bu yerdeki Uygurlarımızda onda xalqancha va Xitoy tarafda mening ochsig'inim bor ya bijman bor ya uni ziyonkashlik uchirdi deydigan bunda jiq odamlar yo'q. Bularda jamoatlar o'zaro to'plashgan yerda Xitoy qarta shikoyatnomalarni ochiq deya oladi, herhalde erkin fikr qila oladi. Undan boshqa shu Uyg'ur tashkilotidagi rahbarlar o'zi turish davlatlardagi parlament vakillari bir qism va shu davlatlardagi aktif siyosiyonlar ve ziyonlarga Uyg'ur dava ahvolini quturib turdi. Hem shu davlatdagi turishliq kishilik organlarga Uyg'urning davosini ahvolini ular quturib turdi. Mush orqali bu yerda Sharqiy Turkistondagi Xitoy hukmronligiga ishg'olasiga bir rayon ekanligi, o'zining bu yerdagi Uyg'urlarning shu yerdagi Uyg'urlarga bir o'xshash ekanligini Sovet ittifoqi başlagandan bu yer mustaqil bo'lgan, u yoqda hozirgacha zulm ostida yashayotganligini uqtirib, hozir bu davlatdagi odatdagi tog' rayonidagi qozoq, qirg'izlargacha, o'zbek dehqonlargacha hammasi Uyg'ur biladi. Ishg'ol ostida turyapti deb. Tursunjon efendim, bu yerda qisqa bir savol so'ray. Bu gapingizdan qaraganda dunyo Uyg'ur qurultiyini O'rta Osiyodikilar nihoyat yaxshi biladigandek qiladi. Dünya Uyg'ur qurultiyining rahbarlarini xil yaxshi bilamdi ekan. Asosan ya'ni o siyosatga qiziqadiganlar emas, yoki normal xalq orasidami bizning shu Yevropadagi, G'arb elleridagi siyosiy arboblarimizni tonamdi ekan, bilamdi ekan bular. To'g'ri. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, hatta Tojikiston mush davlatlarga borsangiz Uyg'ur bilan ko'rishgandikilar shu yerdagi shu davlatning ziyolisini tortib dehqonlargacha vatanda kelib qolgan bir Uyg'urlar ko'rishganda bizniki Robiya xonim onamizni tilga oladi.
Hatta bizim u yerdeki Uyg'urlar bilib qolmasdan, oshlarki yerli xalqni bilib bo'ldi hozir. Sizlarniki Rabia Qodir ismli bir Uyg'ur prezidentinglar bor. Ular Amerikada turib Uyg'urlarniki davosini dunyoga anglatiyotidu. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kishilik huquqlarida sizlar da'voyingni qilyotidi deyman degan bu gapni shu davlatlardagi ziyolilardan tortib odak purasigacha biladi. Undan boshqa Dolqin Aysa nima yaxshi biladi. Unda bo'lishi Janubiy Qirg'izistondagi bir televiziya stansiyasi bor. Bu stansiya Qirg'iziston va O'zbekiston va Tojikiston. Unda boshqa Afg'onistondagi Mazar-i Sharif viloyati qatorliq mushu rayonlarda ki Amerika ovoziniki o'zbekcha anglatish xabarini televiziya stansiyasi mushu rayonlardagi o'zbek tilida so'zlagan xalqning hammasi. Masalan, Tojikistondagi o'zbekcha biladigan tojiklargacha anglay oladi. Bu Amerika ovozi bu xabarda bir yaxshi yeri shu RFA'da Uyg'urlarga chetishlik bir yangi xabarlar chiqqandikilar, muhim xabarlar chiqsa, buning o'zbekchasi bu darhol tarqatildi. Mushu orqali hozir mushu o'zbek xalqi va Qirg'izistondagi o'zbeklar ham qirg'izlar, Janubiy Qirg'iziston qirg'izlarni o'zbek so'zlaydi, o'zbekcha biladi bular. Ondan O'zbekiston bilan qo'shni bo'lgan Qozog'iston taraf chegara rayonidagi bu xalqlar o'zbekchani o'qidi. Mush orqali bizning Uyg'ur da'vo aholini bilib Amerika ovozining rolidan bu rayondagi xalq pek foydalanib ketdi. Bilalaydi. Mush orqali Dolqin Aysa efendim va Rabia onamizniki Uyg'ur davosini dunyoda oldin qatorda dunyoga tunishtirib, buni yaqin qilib yildan yilga, oydan oyga Uyg'urniki davosini xalqaro sahnaga olib chiqib, buni kuchaytirayotganligini bu xalqlar biladi. Afal mushnaroq. Tursunca efendim, haberiniz var. Bu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan bu ülkeler, yani bu devletler hemmisi bu Xitayning qurup chiqishi bilan o'tirg'i chiqqan Shanxay hamkorlik tashkiloti degan bir organga a'zo bir davlatlar. Sizningcha yani bu O'rta Osiyodagi davlatlar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin yani bu Uyg'ur davosi bir palach holatga tushib qolgandek qilamdi sizning ko'rib o'z ko'zlaringizdan ko'nglingiz qaraganda. Bu vaqtda bir to'xtab ketamsiz. Bu savolni nihoyatda to'g'ri aytdingiz. Buni sizmi o'tirib qilyapsiz. Bu yerda dunyodagi nurg'un Uyg'ur ziyolilarimiz, hatto vatan ishidimi, ham Xitoyning tashviqotida O'rta Osiyo davlatlarimi xuddi Xitoyning bir o'lkasiga o'xshash, u yerda adliyat hamkorlik tuzib va Shanxay hamkorlik tashkilotining iborat bu tashkilot orqali O'rta Osiyodami milliy bo'lginchilar qilchi harakat qilolmaydi degandek tashviqotni qilavergandan keyin Uyg'ur xalqining qarashida bu davlatlarda hech qanday xuddi Sharq Turkistondaglar iskanca ostida bo'lib, hech qanday da'vo qilolmaydigan, qimir qilolmaydigan holat bor o'xshaydi deganda qarash pek avjib qolgan xalq ichida. Amaliyat undaq emas. Nima ishqa deganda Qozog'iston, Qirg'izistonda bo'lib Uyg'ur tashkilotidan 7-8 Uyg'ur tashkiloti bor. Bular faoliyatlarni intajollik qilib boryapti. Garchi bular ko'chalarga chiqib namoyish qilamiz-mi? Bular o'zi qilishchilik namoyish qilishdan boshqa faoliyat harakatlarini jonliq olib boryapti. Shu turish davlatlardagi parlament va xalqaro kishilik huquq o'rinlari ham shu davlatning kishilik huquq o'rniga Uyg'ur davosini tushuntiryapti. Ham ularga Uyg'urlar bilan Qirg'iz, Qozoq, Turkmen, O'zbek bu xalqlarniki aslida bir millat ekanligini, hammasining Uyg'urlar bilan qon qarindosh va bir islomga e'tiqod qiladigan bir dinlik, bir tillik, bir musulmon xalq ekanligini bizningki bu Uyg'ur tashkilotimizning atrofliq tushuntirib berdi. Ularni Uyg'urlarga hislash qildi. Lekin siz hozir o'tirgan savolga o'xshash, Shanxay hamkorlik tashkiloti bu xil cho'ng tashkilot. Bu davlatlarda hozir bo'layotgan Xitoyniki 40% milliy tashqi savdosidagi mol, Qozog'istonniki Oloto chegara og'izi, ondan bo'rtlar orqali chiqadigan chegara og'iz bu. Undan boshqa Qo'rg'os chegara og'izi, ham Qizilsuv oblastiniki Otishdagi To'pa chegara og'izi, Erkashtom chegara og'izi, To'pa chegara og'izi Qirg'izistonniki Narin oblasti orqali Bishkekka ketadi.
Erkestam çikrağızı Janubiy Kırgızstandaki Oş oblasti arkalık bu yerdeki mal Özbekistan ve Tacikistan'a takaydı. Muşu çikrağız arkalık Xitayla 40% malını muş kuruluk arkalık taktıdı. Kalan 60% malını ayrıpla arkalık ve parkut arkalık Tinç Okyanı ve Atlantik Okyanı boylap Avrupa tarafki muşta mal satıdı. Bu devletler muş Orta Asya devleti Xitay'daki tovarını muş Rusya arkalık Avrupa hatta Orta Asya muş devletlerge taktıştığına ait buyum eğiz. Bu yerde iqtisad jihatımı muşu 5 devletninki devlet rehberleri, parlament vekilleri naat yaxshi manfaatga erishadi hatta oqshi parqurluq mush jihatda manfaatga erishgandan bularda Uyg'ur davosiga yuztash qilish emas, uni bosirish ashu davlatlarniki rahbarliklari tarafidan bevosita kelyapti. Ular Aşağıdaki chet elliklarni boshqaradigan saqchi o'rinlar orqali Uyg'urlarniki harakatiga to'sqinlik qila oladi. Ular bo'libmi shu 2004-yilgacha Qozog'iston va Qirg'izistonda Asqar Aqiyov Qirg'iziston prezident vaqti, Nazarboyev hozirmi bor. Mushularniki ikkisiniki davrlarda nurg'ulg'an Uyg'urlar, necha yuzlagan Uyg'urni Urumchiga o'tkazib berib, o'limga burilgan va muddatsiz kesilgan ahvollar ko'p bo'lgan. Onun üstüge bu devlette ticaret kıvatkan Kazakstan'da golcudun bağın Uygur kardeşlerimiz belki köprak Saudigerler. Kırgızistan'da ve Tacikistan'da Kaşgar bilen Ağat Üçtün bağın ticaretlerimiz var. Şundaklı 15 mingdak ticaretçi var Saudi kıvatkan. Bizim bu Şarkı Türkistan'daki ticaret kıvatkan Saudigerlerimizde vatan millet hakkında bazada bir eğiz söz kılamaydı bula. Bula birinin kendi bir küsüp atkandak bir xudu gelip tuyulup bula Uygur davası kılcı alaşmaydı. İhtiyaat kıldı. Hatta şu yerdeki Uygur teşkilat çıkargan gezet jurnallarda bular köymeydi, kaçıdı hatta. Aksi takip ederken ama kürpekin de gezetlerini epkesin bular kaçıdı. Çünkü bular 6 ayda bir katım Xitay tarafı çekirdini ötüş gerek. Şunu bağında ziyankeşlik uçurap kılmen dep ihtiyat kıldı. Yanıla bu yerdeki Uygur davasını aşağıdaki yerlik Uygurlar elip bardı. Onun üstüne bu yerlik Uygurlarımız Sovet İttifakı mezgilde olsun 91 yılında aval. Ve hazır mı? Asasen 98%'de Urus tildeki mektepte okuydu Uygurlar. Urus tilde okuydu. Bunda bo'lganda bularning bahsidan belgilik tabiiy fan sohasida hali yuqori ma'lumotli Uyg'urlar hali ko'p. Bu yerdagi fizika, ximiya, matematika, meditsina ve onda başka sanat, kuruluş, texnika, neft sahası olsun. Bu şunda sahada okuvatkan Uygur balalar hedi köp. Bular Urus okuydu. Ular bu Uygurlar Urus tilden başka yüzü turuş devletinki Kazak, Kırgız tillerini ve Özbeklerin ait ravan yaxşı söyleydi. Muşunda bolsun mu bularning köpüncü az sandıkları bu devletinki hükümet orlarında ve sanat orlarında işlavdi. Köp sandıkları bular isel yeklindi. Çünkü biz yüzümüz daval ekemiz. Biz Uygurlar, Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, hemmisi biz Türkiye millet degen ideya yıkın biz Uygurlar bekrak evciga çıkan. Mel vatandagi Uygur olsun bunu yaxşı bildi bir dihan janda. Hemmisi Türk tillik xalq biz qanimiz bir, dinimiz bir deb biz aşta daval ekemiz. Lekin bu xalqda şunda bir-biriga o'chman. Xuddi biz Xitoyga o'chib olgandek Kırgız, Kazak, Özbekni yaman kurdigan, Özbekler ulan yaman kurdigan milletçilik pek yakınki 2-3 yıl içinde pek küçüyüp ketken bu devlette. Bu milletçilikninki küçüyüşü mana Xitoyga, Rusiyaga bu padi. Bularni Rusiyaga muhtoj bo'ladigan Xitoydagi savdo tijorat jihatdan bu davlatning amaldorlari Xitoy tarafga manfaatlanib qilib, bu yerda Uyg'ur davosiga yordam qilgan bunda iqlim yo'q deyish bo'ldi hozir bu davlatning rahbarlarida. Lekin bu davlatninki ziyolilari va normal purasigacha yuztash qildi. Bulupmu Ürümçi vakası yüz bergandikin bu devletlerde televizorda Ürümçi vakasının naq meydan ko'rinishini ko'rsatdi. Buni ko'rgandikin bu Xitoylarniki bir eşeddi rezil bir zo'ravon bir millat vaqtimga tushlan hatta bularg'imi shu Uyg'urning taqdiri o'sha kuniga qolib qolmizmi degan savollar bularda paydo bo'ldi. Shunda hozir bularda Xitoylarni yaklash bir xil avjiga chiqdi. Necha minglagan Xitoylar qaytib ketdi o'tgan yili. Yine Azizandaki Xitoylarmi yine suat ticaret qilganlar unda uchiq ochkari do'konda turolmay shu yerdagi Urus yoki Qozoq qizli ish qilib berib mol setishga prikaz chiqib ishlatyapti. Ular o'zi parda qilib qo'mondonlik qilib savdo qilganlar chiqib qoldi. Deki-dükide bular.
Andın bu devletde bir kanun tertip mükemmel emas bir devlet bu. Özbekistan'ın kanunu ve qattiq çin. Bu devletde biz Uyghur davası istaç qilish emas. Ular o'zining demokratiya jihatdan, erkinlik jihatdan va diniy jihatdan o'ziniki orzusini hukumatga aytolmaydigan, aytgan odam muddasi chizgan o'limga burilgan davlat O'zbekiston. Bular o'zining ishini bitirolmayotgan bir xalq. Shundaqdimi bularniki ziyolilari shu Amerika ovoziga xabarlarni ko'rgandan keyin Uyg'urlarga istaç qiladigan bir holat shakllandi. Mana o'tgan yili İslam Karimovmi Toshkentda burunqi Uyg'urlarni qo'llab chiqarayotgan Epidrim bozor degan bozor bo'pti. Bu yerda hozir Uyg'urlar 120 ga yetibdi, bozor ochibdi. Qayta Uyg'ur bozori Toshkentda jallanayotdi. Urumchi vaqasidan keyin O'zbek hukumat taraflaridami Uyg'urlarga sal yumshoq siyosat qo'llanish, Toshkentga Uyg'urlar berib qolsa unda qalayimgan choy puli deb eslib oldigan ahvol hozir suslashdi herhalde. Herhalde viza obijatki qonuni rasmiyatlarini to'liq qilganda herhalde Toshkent shahrini normal ziyorat qilib chiqilib bo'ladi. İlgirgidek unda teatrlik sel suslashdi. Lekin ular Uyg'urning siyosiy davosiga unda yordam beradigan, unda ochiq oshkora bir tadbir ya qo'llash bunday narsa mavjud emas O'zbekistonda. Masalan, Qirg'izistonda Aziz Narimboy degan bir olim bor, yerlikdan. Bu bir Uyg'ur kishi, Sovet vaqtidagi bir olim ekan. Shunga o'xshash yana bir qator Qirg'iz ziyolilari bor. Qozog'istonda yana bir qator qozoq ziyolilari bor. Hükümet parlament içinde bir kısım ziyallar var. Bunlar hakikaten Uygurlarga istaç kıldı, Uygur davası istaç kıldı. Lekin köp sondaki parlament vekilleri, şu atalmış Şanghay Emkalı Teşkilatı'nınki güçünün tesirinden Uygurlar davasını uçuk aşkarı kılamaslıkla, bunu toskulda kıldı. Köp rahmet Tursunja efendim. Bu O'rta Osiyo haqida nihoyat yaxshi bir ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Oxirgi so'raydigan bir savolim, siz O'rta Osiyoda nihoyat ko'p yil yashapsiz. Hazır bu Avrupa'ya geldiniz. Hazır Gollandiyada yaşayatsınız. Bir yıldan artıq vaqt bo'libdi. Kelgandan buyon bu yerda siyosiy da'voga uzluksiz holda qatnashib kelyapsiz. Bu Avrupa'ya kelgandan buyon nimalarni his qildingiz? Boshqa davlatlardan bir mesela O'rta Osiyo davlatlaridan bir farqni ko'ra oldingizmi? Ben Gollandiyaga kelgandan buyon Gollandiyada mingdan ortiq Uygur'un bağlılığını anladım. Hem nurgulağa Uygurlarla uçraştım, köydüm, dost buluştuk. Ondan başka etraftaki hoşun devletlerini mi toy tökün, çay, dostluk uçuruşlarını o devletlerini mi köydüm. Kıskısı şu Gollandiya'nın asas kanalda Avrupa'daki bu yada Uygur teşkilatlarındaki bağlılığını, Uygur teşkilatlarındaki Dünya Uygurluğundaki rehberliği de türlük faaliyetlerde normal elip baravatkalığını bulupmu O'rta Osiyodagidek ko'chada namoyish qilinmay, müküp yurib, yo'tkilib yurib, voy u qurultayning yig'ini ro'yini qachon yetkazishlar deb omma ko'pchilik bek oldirib tinab zodi shunda qiziqdi-da o davlatda. Men Yevropaga kelsam, u qurultayning yig'ini mo echilib etibdi, ham oldimizga echildi. Yig'in ro'yini ommani yig'ib yetkazgan ahvollar qismi ba'zi davlatlarda bog'ladi ekan, yana ba'zi davlatlarda bunday ahvollarni uchratib bo'lmaydigan ahvol bor ekan. Bunu qaraganda ba'zilar deydigan, voy internet torda ko'rdik-ku, u yig'inni falan torda ko'rayotgandan keyin yana o'tirib so'zlab yursinki, kiri yo'qimga deyman deganlimi chiqdi. Nimalar bo'lsin, bu yerda men o'ylayman, yaxshi ep berishda, shunda cho'ng yig'inlarning ro'yini har qaysi tashkilotlar jamoatni yig'ib turib, yig'in ro'yini yetkazish kerak. Mana shunda yig'inni dunyo urug'ining yig'in ro'yini ommaga yetkazamay qiynalib davlatlar bor. Mana shu O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istondagi 10 million Uyg'ur ana aşağıdaki Şanghay Emkalı Teşkilatı ve şu yerdeki Kazak, Kırgız şu saksılarındaki tosalgısıga 100% uçurması mı? 40-50% hatta 60-70% toskuluk uçurap işte yığın royunda onluğusu var, xalqma onlayanmay, qiyinlatqa ahval var. Bunun siliştiganda Avrupa'da fırsat nayet yaxşı ekan. Erkin yığını açalaydı ekan teşkilatlar. Omma bilan erkin munozarat qila oladi ekan, bu yaxshi ahvollar bor ekan. Bu yerdami Avrupa'da o'xshashlar Rabia onamiz Yevropa ziyorat qilib kelib qolsin va yoki bu yerda xizmatlar kelsin. Har holda ko'p sondagi Uyg'urlarimiz Rabia onamizni dunyo qultidagi tashkilotidagi rais, raislarni hurmat qiladi ekan, ularning fikrlarini anglaydi ekan.
qo'llash va ushirish bu faoliyatlar jonli qilib berildi ekan. Xitoyga qarshi turli namoyishlar, turli xotirlash kunlari, duo takbir, nazir chiroq mushunda faoliyatlarda Xitoyga bo'lgan o'chmanlik, g'azab, nafratini amaliy harakatda mesela namoyish orqali ifodalash va dilida va so'zida ifodalash, hatto duo takbir qilib, yo'qrab yig'lab ketgan Uyg'ur qarindoshlarimizni ko'rdim. Men agishib yig'lab ketdim. Bu jihatda xili yaxshi ahvolimi bor ekan. Undan boshqa yana buning masalda qisman nachar ahvollar bor ekan. Nachar ahvol deganda, masalan, Gollandiyada 1000 dan ortiq Uyg'ur bor. Germaniyada 1000 dan ortiq Uyg'ur bor. Men u Germaniyaga bordim. Namoyish chiqqan Uyg'urning soni bek oz. Ko'ngildek emas. Bu qolgan chiqmagan Uyg'urlarni sizlar nima chiqmaysizlar desam, biz o'ltirib ep bo'lgan. Bizim bunun nima ishimiz dedi. Da qarasam, bu yerda shu olmuş qolgan ekanda, shu O'rta Osiyoda va vatanimizda hep shu Uyg'urning davosini Yevropaga berib, bu yerda bir to'laq bo'g'ish etib o'tirdimi Xitoy. Yevropaga berib shu Uyg'urning davosini bulishiga vaqirab ashadagi ommaga xalqqa tushuntirib, parlamentning oldida bir vaqirab ashad ilib ketsa mayli deb yig'layotgan necha minglagan Uyg'ur Sharq Turkistonda bor. Osh qarindoshimiz bu yerga kelanmay, yoki o'ltirib uyda yetib oladigan banda balla bakroq ko'pkan. Bu balla mishadagi yaxshi fursatning qimmatini, qadrini yaxshi bilish kerak. Buni har qaysi Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlari mishadagi yosh o'smirlarga bo'lgan vatanparvarlik tarbiyasini yaxshi tushuntirish kerak. Oshadagi necha millionlagan qarindoshlarimiz oshada turamay Xitoyning qartizmligiga chiqib qilib, haftadagi yig'in, nazorat, tayoq to'qmoqdan Qıçıp, toxta üzerine hayatını saqlığa asaslı olsunmu, hicret çıkıp Uyghur davasını kılay. Aşağıya basam zaten işlegenden başka vakitte Uyghur davasını kılmanda vəd verip, şunda aktif insanlarımız bir yer kilenmeye kılıp, mandala okuyman o bu degen bulup, pasport işletilip kip kalgan, manda adamı cık kip kaptı o bir yerge. Olmuş bu kadar falan var, dava kervilen, menfaatini oylavat kallar, olmuş bu yaptı bir yerde. Şuna bulamı birinci, bazen yaşlarını köydük, Bomsi tushundirsek, ba'zilari yanada qo'shilib o'tadi. Bu Gollandiyada yaxshi ahvol. Namoyish bo'lganda cho'nglarmi, ayollar, yoshlar, hatto o'smir bolalar, 2-3 yoshlik bolalargacha ota-onasiga egishib namoyishga aktiv chiqdi. Xitoyga qarshi bunda namoyishlar Gollandiyada bek jonliq elib berilgan, bu nihoyat yaxshi ahvol. Bu dunyoda ulug' bo'lgan namoyish buni Gollandiyada. Bu yerda har qatimliq namoyishlar nihoyat vaqtida canlılık elip verildi. Yaşlarındaki vatanperverlik keyfiyatı canlılık olan yaş ballarımın nait köp. Bayat degende kısmen pasif balatki yetip aladigan adamlarni hesap qilmaganda nait aktif jangi var. Nait vatanperver, vatansuyer yaşlarımız nait köp Gollandiyada. Yanıla muşta faoliyat etib qolganda endi bir yerga jam bo'lalar ekanmizda. Yana ba'zi qismen g'aybat, shikoyat, gaplarmi bo'lib turdi ekan, lekin u bu yerga da'vo harakatiga ta'sir qilmabdi. U g'aybat qilayotgan odamlarni men ko'rsam, bu namoyishga chiqmaydigan odam ekan bu. Uyda yetib olib g'aybat qilaverdi ekan o'zining ishi bilan. Bu Uyg'ur davosiga aralashmagan odam ekan. Shunga bu yerdagi yosh o'smirlarimizmi, Gollandiyadagi pishnag'va gapga erib ketmay, tinimiz saqlab oldi, fursatli oldi, Xitoyga qarshi harakat da'voga aralashishimiz kerak. Biz panolik qildikmi? Siz Xitoy nazarida bir jinoyatchi. Xitoyga qarshida bu jazolangan odam hisoblanadi. Biz bu yerga keldik, namoyish qilsam, bag'an 5-6 yildan keyin men pasport deb bag'an chog'da Xitoy meni tutib olamdiki, shuni aynsirab namoyish qatnashmadim degan bu bir bana bo'ladiki. Ba'zan namoyish qilibmi, vatanga berib ketayotganim bo'lyapti. Siz qalbingizda siz o'zingizni bir Uyg'ur deb o'ylasangiz, Uyg'urlarniki mustaqillik, erkinlik mujda davosini qo'llash uchun siz amaliy harakatga o'tish kerak. Bunda desek, ba'zi yosh bolalar davotidi va men bu namoyish qilganning foydasi rasmiy urush bo'lib qolsa, men avtomatni deb shu aeroplanda parashyutni tashlasin, Urumchi, Qashqarga otish ko'chaga tushiblar, charlayotgan Xitoyni o 20-30 etib o'lsam mayli, davoldigan bolammi bor. Siz avval bunda fursatni kelib bo'lguncha, unda fursatni kelib qilish mumkin. Tinch davonimi, namoyishni aktiv qilishimiz kerak edi. Yana ba'zilar nima chiqmaslar bu namoyishga desam, bu Gollandiyada emas. Etrafımızdaki Avrupa'da yo'ldan hammasi bor ahvol ekan. Futur kelgan yosh bolalar ba'zi ilgirkilarniki boyaqi namoyish faoliyat chiqmaydigan pishni bosarchilarniki jipiga ishinib, voy davoni beshi bo'lgan odam tashlatib faloni pistani manda odam bo'lg'ashqa, u odam qilgan faoliyatga bag'imiz kelmaydi ekan degan manda bir qarash
bularni chiqmaslikka bir sabab bo'lib qoldi. Siz o'ylanki, siz bu yerga odamning kayinda agish emas, va qilayotgan namoyish va faoliyatning Xitoyga zarbalangan harakat bo'lgan, buni qilsak bu to'g'ri. Siz har bir bu yerga chiqqan odam qarasam bu Yevropaga kelib qolgan yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, ishqil vatan ishi va teshidi bo'lsin, har holda aqli o'shi joyida o'qiganlar xili ko'pni tushunalaydi. Shu vatan davosida barliq qarindoshlarimizning bu namoyish deb e'lon berilsa, 2 soat vaqt chiqarib bir qatnash umumyuzli qatnashsak bunicha Uyg'ur davoyimiz xili bir darajaga boradi. Unda boshqa biz bu yerda tashkilotlarga ko'p, Yevropada, Turkiyada, Avstraliya, Kanadada. Shu tashkilotlarimizning hammasi dunyo Uyg'ur hududiga rahbarligi ostida bir liniya bo'lib, dushmanimiz Xitoy bo'lgandan keyin bir liniyaga to'planib, o'xshamagan shakldagi tashkilotlarniki ba'zilari farqlanib qilayotgan ishlari, lekin maqsadimiz bir bo'lgandan keyin dunyo Uyg'ur hududigini yaxshi qo'llab, bersak, davoyimizda qisqa vaqt ichida zo'r ilgirlashga erisha olamiz. Yoshlarmi bu pishni bosat gapga agashmay, amaliy davo, harakat va faoliyatga agishinglar. Va shuni orzu qilaman. Ko'p rahmat Tursunjon efendim. Erik TV'ga kelib, bizning bu siyoset meydoni programmamizga qatnashganligingiz uchun sizga nihoyat ko'p rahmat aytaman. Bundan keyingi barliq turmushingizga utuq tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.